Datovi tak qotib qoldi. Lablarim qimirlamaydi. Og'riqli darajada Botex. Futbolkalarim ham rasvo. Xullas endi yuvib, natijasini kutamiz. Yuvib oldik. Hali quritmadim. Natijasini ko'ramiz. Mana yuzim. В восторге. Не бойтесь, никаких аллергий не дает, никаких аллергических продуктов нету там. Можете любой кожи использовать. У кого даже вот от угры прыщи есть, от этого даже можно использовать. Так, hech qanaqangi allergiya beradigan tarkibida allergический продукты yo'q. Har qanday yuz terisiga mos tushadi. Hattoki ugridan o'sha yara chaqalar yoki bir ochiq joylar bo'lsa ham qo'rqmasdan foydalanishingiz mumkin. Sochimga keladigan bo'lsak, тоже в восторге. Hozir quritib, yana ham natijasini ko'ramiz. Mana quritib oldik. Mazza. Ayni ro'zadan keyin to'y sezonlari boshlanishiga ayni muddao. O'zingizga albatta qarang. Yana bitta narsa, issiq suv bilan yuvmang. Yuzingizni kuydirib qo'ymang, sochingizni kuydirib qo'ymang, zarar yetkazib qo'ymang. Iliq suv bilan yuzingizni ham, sochingizni ham yuving. Men hech qanaqangi balzam ishlatmadim. Siz ixtiyoringiz, balki xohlasangiz ishlating. Menga o'zi normalni. Men umuman ximikatlardan uzoqlashishga qaror qildim, harakat qilyapman, aniqrog'i. Xullas, o'zingiz ehtiyot qiling. O'zingiz birovlar aytishi mumkin, qozonda bor cho'mchga chiqadi. Da, действительно qozonda bor cho'mchga chiqadi. Lekin qozondagi bor narsani ham mening qizim aytmoqchi, bir desert darajasiga yo bir nima deydi? Bezatishda ham katta rol o'ynaydi. Tamam, oddiygina sho'rvani ham shunchaki dasturxonga tortganingiz qayoqda-yu bir chiroyli narsalar bilan bezatib tortganingiz qayerda. Xuddi shunday kimdir aytishi mumkin. O'zi nima dedi? Da yuzimda nima dedi? Mening muammo sepkillarim bor, o'shalar bilan kurashishga harakat qilyapman. Hozir mening maqsadim ayni damda ajin bilan kurashish. Men ajinlarimni ketkazib olsam, mening qizim aytibdi-da. Mening bilmaganlar uchun men 42 yoshdaman. Qizim hali endi yaqinda 4 ga to'ladi. Qizim aytibdi: "Мам, ты такая, не обижайся, пожалуйста. Ты такая красавица. Ну, я хочу быть, ты стала, чтобы еще побольше, как остальные, мама". Потому что ularning o'sha yoshidagi tengqurlarning onalari bog'chaga kuzatganda yoki kutib olganda ko'radiki, ular yosh hammasi. Men bunaqa yoshdaman. Shuning uchun qizim uchun ham harakat qilyapman. Siz esa o'zingiz uchun harakat qiling. Muhimi yo'q. Неважно для кого, для чего. Жизнь-то продолжается, да, конечно. Mening hayotim ham unaqa sladkiy emas, albatta. Но o'zingiz xursand qilmasangiz hech kim sizni xursand qilmaydi. Hammaga salom. Yana o'sha gap. Kimnidir bezor qilgan bo'lsam, afsusdaman. Tak, xullas nima bo'lsa bo'lsin. Biz bugun yana sochimiz va yuzimizga ухаживать qilishda davom etamiz. Agar men bilan davom nima deydi? Bajarayotgan bo'lsangiz, o'sha men bajarayotganlarda, ko'rsatayotganlarda xullas bizga kerak bo'ladi. Lavloris va quruq choy. Oddiy menda ko'k choy. Siz xohlasangiz qora choy ishlatsangiz ham bo'ladi, xohlasangiz dabaf qilishingiz ham mumkin. Mana, ikkalasini bir xil miqdorda olamiz va qaynatib olamiz. Количество miqdorini o'zingiz belgilashingiz mumkin. Xohlasangiz sразу kilogramm qilib tayyorlab qo'ying, xohlasangiz 100 grammdan olib tayyorlab qo'ying. Chunki bu sizga har doim kerak bo'ladi. Yuzingizni yuvish uchun.
masalan chayqash uchun shoshib turibsiz yoki biror bir maskadan keyin sizga qanaqadir muolaja kerak, o'sha vaqtda ham rost olasida sepadigan idishchalarga solib qo'ysangiz sepib olaverasiz. Bu yuzni oqartirishga, namlantirishga, bakteriyalarni o'ldirishga yordam beradi. Bundan tashqari yana sochingizning jilosiga, parvarishiga, ildizlarni mustahkamlashiga, yangi sochlar o'sishiga, soch to'kilishini oldini olishiga Lavloris yordam beradi. Quruq choy bilasizki, qadimdan Xitoy tabobatida ham, Ibn Sino davrida ham quruq choydan har doim foydalanib kelishgan. Yuzga ham, sochga ham. Sochni bo'yamasdan avvallari qadim zamonlarda o'sha nima deydi, kraskalar bo'lmagan vaqtlarda quruq choylarni damlab, o'shandan sochlarni yuvishgan. Bu bizga hammamizga avvaldan ma'lum. Shundan foydalanyapmiz. Demak, davom ettiramiz. Shoshib gapirsam, shoshib gapirding deysizlar. Shoshilmasdan gapirsam, uzoq cho'zilib ketdi deysizlar. Xullas, mana choy, quruq choy bilan Lavlorisning qaynatmasi mana shunday quyqa holatga keldi. Ne apetitni, конечно, buni ichmaysizlar-ku, to'g'rimi? Qon aylanishini yaxshilaydi. Bizga xullas kerak bo'ladi. Mana shunday qaynoq holida bizga hozir kerak bo'ladi. Avval sochimizni maska qilamiz albatta. Buning uchun bizga risovый mukka. Men buni bankachaga solib adashmaslik uchun yozib olganman. Siz xohlasangiz guruchni qaynatib blenderda qurut qilib olishingiz ham mumkin. Menda blender yo'qligi uchun men oddiy mukkadan foydalanib qo'ya qolaman, bilasizlar. Sochingizning uzunligi, qalinligiga qarab siz kolичествосini har doimgidek belgilaysiz. Javnaqa har bir grammini aytish shart emas, to'g'rimi? Javnaqa to'paymaslar-ku. 2 osh qoshiqdan tayyorlayapmiz. Bunga bo'ynagi qaynoq damlamamizni quyamiz. Mana bunday bo'ynagi damlama bilan risovый mukka. Tak, risovый mukka, damlama va bitta tuxum sarig'i. Tuxum ajratganini ko'rsatib o'tirishim shart emas, to'g'rimi? Juda qaynoqligida qo'shmaymiz albatta. Biz suyuqlashguncha massangiz ozroq sovigan bo'ladi, chunki tuxum pishib qolmasligi uchun. Olivkoviy maslo kimda bor bo'lsa qo'shing, yo'q bo'lsa shart emas. Bir choy qoshiq qo'shdim, ko'p emas. Chunki ko'p qo'shsangiz sochingiz jupdek bo'lib qoladi. Va bunga biz vitamin, biror bir vitaminingiz bo'lsa, menda vitamin E, vitamin qo'shing. Menda mana bunday kapsulada sal qiyinroq. Kapli bo'lsa undan ham yaxshi bo'ladi. 3 ta qo'shyapman. Bu retseptni axtarib o'tirmanglar, hech qachon topolmaysizlar. Shaxsiy retseptim. Xullas, mana 3 ta kapsula qo'shdik. Agar sizlarda anaqa topsalaring, nima deydi? Tomchilatadigan u 3 tomchi, katta-katta 3 tomchi. Xullas, yoqib olamiz sochimizga. Qimmat salonlarga borishga kimda vaqti yo'q, kimda naqdi yo'q. Hech afsuslanmanglar, xafa bo'lmanglar hayotdan. O'zlaringni xursand qilib, mana shunday muolajalar qilsalaring. Laminat волос, uklad волос hammasi o'zlaringda bo'ladi. Kimdadir pul bor, vaqt yo'q. Kimdadir vaqt bor, pul yo'q. Mana shu muolajalarni sizlar uyda tayyorlab ko'ringlar. Salonga borsalaring ham shu va shunga o'xshash muolajalarni olib, mazza qilib qaytasizlar, pullarni berib. No, конечно, kimda imkoniyati bo'lsa, yotib olib, muolaja olib kelganga teng kelmaydi albatta. Xullas surib olamiz. Yuvish albatta muammo bo'ladi. Xino qilgan vaqtlarimiz avvallar bo'lardi-ku. O'shanaqa bo'lib, yuvish biroz qiynalasiz. Xullas paket kiyib, issiq sochiq o'rab qo'yamiz.
Mening enam aytardi, qaratgan qarab qolmaydi deb. Qolaversa, tirliq qilganing menga foyda, o'rganganing o'zingga foyda deb. Xullas, maqollar, masalalar juda ko'p, harakatda barakat juda ham ko'p. Davom etamiz yuzimizni muolaja qilishda. Chizka qilib olamiz. Chizka qilish uchun bizga chayni soda, har doimgidek 1 choy qoshiq va vodorod pereks. Qo'rqmasdan yuzingiz yorib ketmaydi, yoki sho'rlab ketmaydi, hech narsa bo'lmaydi. Miqdorini aytishimiz shart emas, to'g'rimi? Yuzingiz, faqat yuzingizdan tashqari albatta bo'yin sohalarini qayeringiizga maska qilmoqchi bo'lsangiz, o'sha chizka qilib olasiz. Bu bijillamaydi. Mana. Oddiygina suyuqlik. Yuzimiz chizka qilib olamiz. Qo'lingiz bilan, shotkangiz bo'lsa, shotka bilan farqi yo'q. Yuvib olamiz. Tuxumning oqi, 1 choy qoshiq обычный kakao, 1 choy qoshiq kraxmal mini bankах va maslo. Ko'p shart emas. Yarim choy qoshiq. Mana bunday bir xil massaga keltirib oldik. Endi surtib chiqamiz. Kraxmal va tuxumning oqi patcha bo'lishi, tortib, elastikligini oshirib, yuzimizdagi ajinlar bilan kurashsa, yog', olivkoviy maslo va mana bu kakao terimizni yumshatish va oziqlantirish bilan shug'ullanadi. Siz xavotirlanmasdan mana qovoqlarimgacha surtdim men. Chunki menda juda ham kuchli ajinlar mavjud. Har doimgidek yuzlaringiz va qo'llaringiz, bo'yin, ko'krak sohalari bilan surtishingiz mumkin. Har qanday yuz terisiga mos keladi. Qurib ketmaydi, yog'lanib ketmaydi teringiz. Bu qolgan damlamamizni mana bunday idishchalarga men spesialni xarid qildim. Sizda biror nimada qolgan bo'lsa, o'shalarga solib qo'yishingiz mumkin. Mana bunday ostati qoldi. Ertasi kuni agar sizib olsangiz, yana ham tiniq bo'ladi. Men hozir buni sirali solib qo'ydim. Buni yuzingizga sepib qo'yib 35-40 minut yurishingiz mumkin. Xohlasangiz chayqab tashlang, xohlasangiz uy sharoitida ko'chaga chiqmaydigan bo'lsangiz, shunday qoldirishingiz mumkin. Sochingizga yuvishdan avval buni yaxshilab sepib, namlab 35-20 minut xohlagan vaqtingizcha ushlab tursangiz, qon aylanishini yaxshilaydi. Soch o'sishiga yordam beradi, jilolanishiga yordam beradi. Yuzingizga sepganingiz ham xuddi shunday qon aylanishini yaxshilab, nima deydi? Elastikligini oshiradi.